O juda ham mazali ekan bu narsalar. O jetellar qalaysan-da? Menda ko'ryapsiz. Stop. O jetel mana bu nima? Ha, yangi qo'shni ko'chib kelgan. Yo'q, stop. Kim ekan bu? O nima teginyapsan menga? Oy, tushunmadim, balki bu qo'riqchisidir. Bu galim yaramas. Men senga teginganim yo'q axir. Nima teginyapsan menga? Voy, bu qanaqangi o'y tushunmadim. Qanaqagidir oltindan eshik yasaganmi tushunmadim. O mana o galim yomon asabni buzyapti. Qo'y, men senga tekkanim yo'q. Nimaga axir menga teginaverasam? Boray, men ketdim hozir. To'xta, men turqini eslab qolay. Bu kim ekan? Buni qayerdandir izlab ko'rish kerak. Lekin avval qayerdadir ko'rgandayman shunaqa turqni. Bilmadim. Qarochi, qanaqadir mayli, bu galimni hozir nimadir qilishim kerak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joxa va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'rishni sizlarga maslahat berib qolaman. Xo'sh, hozir esa o'sha galim himoya qilayotgan uy kimning uyi ekanligini aniqlashga harakat qilib ko'raman. Menda qurol bor, galimni esa o'ldirib tashlashim mumkin. Chunki juda ham asabimni buzdi. Har qadamda menga hujum qildi. Ko'rdinglarmi? Hozir uni men adabini berib kelaman. Yaramas galim vachchani. Hozir do'kondan juda ham ajoyib mana bunaqangi vitaminlarni olgandim, juda ham mazali ekan. To'g'risini aytsam, menga juda ham yoqdi. Qanaqangidir yosh bolalarning narsasi bo'lishi mumkin, lekin juda ham mazali ekan. Yaramas golim. Yaramas. To'xtab tur hozir. Yaramas. O'lib ket. Ashnaqa o'lib ket. O'shaning uchun birovning asabiga o'ynamaslik kerak. Ko'rdinglarmi nima qilganimni? Shunaqa bo'ladi. Endi qurollarimni olib borib uyimga qo'yaman va stop bu esimga tushdi endi. O'tgan galgi videoda yasab bergan edim bitta millionerga. Mana shu garajni yasab bergandim. Hozir esa u millioner jetel bilmayman qayerda yashayapti. Balki boshqa qishloqqa ko'chib ketgan bo'lishi ham mumkin. Bu narsalarimni hozircha shu yerda qoldira qolaman. O'zim esa polizda ishlashim kerak. Polizda ishlash uchun esa albatta bizga nima kerak bo'ladi, bilasizlarmi? Nima kerak bo'ladi? Men bilmayman, sizlar bilasizlarmi? Xullas, do'stlarim kelibdi, kakras do'stlarimga aytayinchi, ana u millionermi qanaqangidir o'yini. Jigarlar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Ishlar yaxshimi? Bo'ladi, Jo'qa, qalaysan, o'zing ham yaxshimisan? Jo'qa, zo'rmisan, tinchmi? Bo'ladi, rahmat. Qaranglar, bu ana u tomonda bitta yangi uy paydo bo'lib qopti. Qanaqa uyligini bilmayapman. O'shanga yuringlar, qiziqib ko'raylikchi. Davay, ketdik. Boramiz, davay, Jo'qa, ketdik. Yor, tez boraylik. Hozir to'xtanglar-da. Avval biz reja qilib olishimiz kerak. Qanaqasiga bilishimiz mumkin kimning uyi ekanligini. Balki bizni quvib solar. To'g'ri aytyapsan, to'g'ri. Unda biz borib hozir aniqlashtirib kelamiz. Mayli, aniqlashtirib kelinglar. Men ishlarimni qilib turaman unda. Mayli. Yaxshi. Jigarlarim, mana addushniklarim, bratishkalarim, mana shunaqa jigarlarim bor. Ko'ryapsizlarmi, sizlarda shunaqa do'stlaring bormi? Kommentariy yozib qoldiringlar va mana shu videoni o'sha do'stinglarga tashlab qo'yinglar. Do'stinglar ko'rib xursand bo'lib ketadi. Xullas, polizdagi ishlarni qilib olish kerak undan avval. Chunki polizdagi ishlarni qilib bo'lganimdan so'ng boradigan bo'lsam, bemalol vaqtim nima desam ekan, bemalol bo'ladi qisqasi. Mana bu redstone fakellarini nima men pechkan ichiga solib qo'yganimni o'zim ham bilmayman. Balki nimadir sababdan solib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu yerda nimcham bor edi, adashmasam. Yo'q, nimchani olmabman-ku. Nimchani o'rniga qurollarni olibman ekan. Bo'ldi, nimchani kiyamiz, takoy chiroyli bola bo'lamiz. Ana endi esa polizdagi ishlarga let's go. Sizlar esa kutib tursanglar, pauza qilib turib polizdagilarni yig'ishtirib olaman. Xo'sh, mana polizdagi hamma narsani yig'ishtirib bo'ldim. Endi esa bu narsalarni hozir do'konchiga olib borib pul evaziga sotib olaman. Sotib olganimdan keyin esa u pullarga nimadir sotib olsam ham bo'ladi. Bratan, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'qa, yangi narsa olib keldingmi? Albatta, hozir sizdan pul evaziga aytgancha menga bitta burg'ulash asbobi kerak. Bo'ldi, est qilamiz. Mayli, sizga rahmat. Hozir men bir nechta olmoslarim bor edi, o'sha olmoslarni olib kelaman. Demak, bitta bir nechta, yo'q, qanaqa olmos? Izimrodlarni evaziga burg'ulash asbobini berar ekan. Ya'ni nima uchun kerak u senga Jo'qa degan savollar sizlarda tug'ilishi mumkin. Ana bu yerda oltinli qanaqadir bino paydo bo'lgan, ko'rdinglarmi? O'sha binoni titish uchun bizga izimrodlar kerak.
eshikni o'pib qo'yaylik. Jetellar ko'rib qolmasligi kerak. Axir iloji bo'lsa svetlarni o'chirib, derazalarni hamma yoqni yopib tashlash kerak, chunki yashirib qo'ygandim men izimrodlarni. Unchalik emas-ku, lekin mana shu yerda qo'yib qo'ygan ekanman izimrodlarni. Mayli, hozir mana bu nimchamni yechib qo'yganman. Tak, shu yerda tura qolsin. Ana endi esa hozir menda rejalarni tayyorlab olish kerak albatta. Do'stlarimni chaqirib qo'ygan edim. Kelishgan menimcha. Jigarlarim hali kelishmabdi-ku. Mana uyda ekan hammasi. Qochib tur Jetel bachcha. Bor uzoqda o'yna. Mayli, uzoqda o'ynayman. Jigarlar ketdi, ortimdan kelinglar. Qaranglar, karochday kelyapsizlarmi? Kelyapmiz. Hozir mana bu yerda bir ikkita o'tlar bor ekan, shularni o'valayda menga yoqib qoldi. Takoy. Biz sanga kimdir bog'dorchilik bilan shug'ullan deb. Takoy, vashshe takoy. Ketdi bo'ldi, davay, yur. Davay. Tezroq yurlaring, kutib turibman senlarni. Keyin kompyuter o'ynaymiz. Yuray, bu yerda o'tirmat. Qaranglar, bo'ldi. Mana o'sha stop, eshik ochilibdimi? Qanday sonlar? Yaxshimi sonlar? Ishlaring yaxshimi sonlarda? Brat, siz kimsiz? Men Karochitak millionerman. Bu meni uyim. Bu yerda o'ynashmalaring, uzoqda o'ynashlaring, yaqinlaring, tushundinglarmi? Tushunali. Mayli, uyingiz bilan nima ishimiz bor bizda? Ketdik, jo'xa bu yerdan ketib olamiz. Agar o'ynasanglar o'ldiraman sizlarni. Bo'ldi, o'ynashmaymiz, boring. Jigarlar ketdi bu yerdan. Juftakni rostlamasak, mana bu brat bizni rostlab qo'yishi mumkin. Ketdi, davay. Jo'xa, endi nima qilamiz? Menda bitta reja bor. Qanaqa reja? Yurlaring, aytaman, tushuntiraman sizlarga. Tushuntirchi. Kechasi karochi kelamanda, men o'zim hammasini cho'tki qilib ketaman. Yaxshi, mayli bo'pti. Tushunali. Karochida kechasi hozir men kelamanda, bitta rejam bor. Ya'ni uyini buzib ketaman. Uyini shunday buzamanda, oltinlarni olib turib, kelib uyimga yashirib qo'yaman. Uni jetellar eshitmadimi ekan? Eshikdagi jetellar eshitmagandir. Xo'sh, bo'ldi. Ana endi hammasi cho'tki bo'lar, qarab turinglar. Menda bir ikkita narsalar bor edi, o'sha narsalarni olib olaman. Burg'ulash asbobi mana bu yerda menimcha yashirib qo'ygan bo'lishim kerak shu yerda. Bu yerda yashirincha kiyimlarim bor. Hozir bularni kiyib olaman. Meni kimligimni bilmasligi kerak-da ular. Agar meni kimligimni bilib qoladigan bo'lsa, nimadir problema kelib chiqishi mumkin. Ya'ni meni qamab qo'yishi mumkin. Axir millionerni narsalarni o'g'irlab ketish bu juda xavfli ish, to'g'risini aytsam. Sizlar ham men o'rnimda bo'lsanglar shunaqa qilgan bo'ladinglar menimcha. Hozir burg'ulash asbobini sotib olaman ana do'konchi bratdan. Brat, do'koningiz ochiqmi? Jo'xa, kelaver. Boryapman. Do'stlarimga SMS yozib qo'ydim. Hozir ular ham yetib keladi. Birgalikda buzamiz. Brat, do'koningizga bir yorug'lik qo'ysangiz bo'lmaydimi? Hozir o'chirib qo'ygandim, yorug'lik bor o'zi. Tushunali. Mayli bratam, men burg'ulash asbobini olib oldim. Mayli, sog' bu. Mayli. Bo'ldi. Qaranglar, hozir do'stlarim kelayotgan bo'lish kerak. Ularni axir chaqirgandim, ya'ni SMS yozib qo'ygandim, kelinglar deb. Mana. Voy tentaklar, yurlaring bu yoqqa, nima qilib o'tiribsanlar bu yoqda? Sen uyda emasmiding? Yo'q, uyda emasmidim. Uyda emasdim. Yur. Davay, ke. Qaranglar, menda rejani iti bor. Karochi, buzamizda uyini, oltinlarni olamiz. Yo'q, hech kim ko'rmaydimi? Ko'rmasa kerak. Ovoz yomon ekan, qo'lingdagi narsani. Yomon rostdan ham. To'xta, bir chekkadan olamiz. Mana uni uyg'otib yubormaslik kerak. Davay, uyg'otmaymiz. Asta. Ovoz yomon ekan, sekin qil. Sekin qilyapman, iloji boricha. Sandiqlar qanaqadir. Mayli, hozir bu yerdan bitta ikkita oltinlarni hammasini olib oldim. Endi esa bu yerdan surib olaman. Ko'rmadim menimcha hech kim meni tanimasa ham kerak, chunki juda g'alati kiyim kiyib olganman. Qanaqa nima deyapman? Bu garajning og'zini kimdir ochib ketibdi. Menimcha egasi kelgan shekilli. Mayli, hozir bu narsalarni joylashtirib chiqaman. To'xtanglar, birinchi o'rinda ustimdagi kiyimlarni yechib tashlashim kerak, chunki jetellar ko'rib qoladigan bo'lsa rasvo bo'lishi ham mumkin. Yo'q, mayli, hozircha mana bu oltinlarni bir yoqqa yo'q qilish kerak avval, keyin esa asta kiyimlarni ham yechishim mumkin, boshqa narsalarni ham qilsam bo'ladi. Mana bu sandiqning ichida qani? Sandiq ichida sandiq? Sandiq ichida sandiq bor ekan. Juda ham g'alati sandiq ichida sandiq ekan. Yaxshi.
sandiq ichidagi sandig'inchisida nima narsa borligini hozir sandiqni titib ko'rib, voy buni ham ichida sandiq ichida sandiq. Bu sandiq ichida sandiqning nimasi bor ekan tushunmayapman men. Buni ham ichida sandiq. Nahotki sandiq ichida sandiqlar shuncha ko'p bo'lsa. Mana bu sandiqni ochib ko'ramiz endi. Voy, buni ham ichida sandiq. Nahotki bu nima qilib tashagan? Tushunmadim. Mayli, hozir bu. What the fuck? Shuncha oltinmi? Yaxshi, shuncha oltin. Nahotki shuncha oltin bo'lsa. Tak, buni qanaqasiga olsak bo'ladi, buni tushunmadim. Hozir nimadir qilishimiz kerak. Shuncha ya, nahotki har bitta sandiqda bittadan, ya'ni bir stakdan oltin bo'ladigan bo'lsa, buncha oltinlar qayoqdan kelib qolgan? Nahotki shunchalik ham boy odam bo'lsa ya, bu millioner. Mayli, hozir bu yerdan chuqur qazib yerni tagiga ko'mib qo'yaman, chunki agar buni kimdir ko'rib qoladigan bo'lsa, juda ham yomon problemalar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Birinchi sandiq yasab olaman, sandiqdan sandiqni sandiq ichida joylashtiraman. Shunda sandiq ichidagi sandig'inchisida bo'ladi hammasi. Tak, mana bu yerdan garajim tagiga yashirib qo'yaman. Xo'sh, garajim tagida tursa, menimcha hech kim sezmaydi ham, ko'rmaydi ham, bilmaydi ham. Mana bu yerda o'zi meni sirli podvalim bor. Mana shu yerga joylashtirib qo'yaman. Xo'sh, mana shu yerda ko'ryapsizlar, bitta yashiklar ham bor. Xo'p. Okey, bo'ldi. Всё. Ana endi bu yerdan astagina chiqamanda, borib uxlasam ham bo'laveradi. O'sha kech tushgan, qorong'i bo'lgan, hamma yoq o'zi kechasi borib o'sha rejani qilib kelyapmiz, u jigarlarim bilan, jigar kaboblar bilan juda ham ular bilan birga ishlasak, hamma ishni do'ndirib yuboramiz jigar kaboblar bilan. Tak, bu yerni bunaqa blok qilamiz. Endi bu tomoniga shunday tosh yetmay qolyaptimi? Tushunarsiz. Nahotki bloklar yetar ekan, mana bunaqa qilish kerak ekan faqat. Tak, to'xtab tur. Mana aka, normal. Lekin bu yerga bitta tosh yetmaydi-ku. Mayli, hozir nimadir qilamiz. Yog'och qo'yib yuboramanmi bu yerga? Mayli, yog'och qo'ysam hech narsa qilmaydi. Obbo, daraxtni titishga buni ishlatib nima qilaman, mayli. Bo'ldi, hammasi menimcha yaxshi bo'ldi. Endi esa ketdim. Asosiy yotoqxonamga borib bemalol uxlasam bo'ladi. Mana uni esa atrofini yopib tashlayman, hech kim ko'rmasdan, kuymasdan. Bo'ldi. Menimcha hammasi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi. Ketdim uyimga, ya'ni yotoqxonamga.